Mana fevralning 4-sanasida qanaqa holatda tarvuz pishyapti Janubiy Koreyada o'rtoqlar. Sardor aka, qanaqa berib turing? Qaychini? Obunachilar so'rashyapti, tarvuzning holati qanaqa deb. Mana shu. O'rtoqlar, mana shu ochib yuboring mana buni. Oching. Mana fevralning 4-sanasida qanaqa holatda tarvuz pishyapti Janubiy Koreyada o'rtoqlar. Harorat, xonaning ichidagi harorat 35.7. Tashqari nechi taxminan Elbek aka? Taxminan tashqarini gradusi 5-6 gradus issiq, kechalari -2, -5 gacha sovuq bo'layapti. Issiqxonaning ichi 35.6, 36 gradus issiq. Hech qanaqa gaz yoki ko'mirsiz istilayapti bu. Ko'pchilik kommentariyada izoh yozishdi, bizda gaz yo'q, ko'mir qimmat deb yozishdi. Hech qanday gaz yoki ko'mirsiz. 2 qavat asosiy salafan, 1-qavat, 2-qavat. 3-qavat mana bu asosiy ko'rpalardan biri, eng issiq ushlab beradigan narsa. 4-qavat salafan o'rtoqlar. 4 qavatdan iborat, hech qanaqa gaz yoki ko'mirsiz tabiiy holatda isitishyapti. Gradusini ko'rdinglar o'zingizlar. 35.6, 36 gradus. Tarvuzning holatini ko'rdinglar. Buni yeb ko'rsatishim ham mumkin. Bismillah. Juda ham shirin to'g'risi. Fevralning 4-sanasida shunaqa holatda tarvuz yetishtirishyapti. Qoyil qolish kerak. O'zimiz O'zbekistonda ham bu ishni qilib ko'rish kerak o'rtoqlar. Xudo xolisa o'xshaydi degan umiddaman, chunki bizni ob-havoga juda ham o'xshash. Endi to'g'ri, namgarchilik bu yoqda ko'proq, katta farqi shu. Lekin bo'lishi mumkin. Ko'rish kerak xullas. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar. Yana ham qiziqarli videolar, xudo xolisa faktlar bilan sizlarga yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Videoga like bosib, do'stlarga ulashib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.